Xo'rozqon chet elniki desa, yotib olib yalashadi. To'g'ri. Bu lekin O'zbekiston milliy mahsuloti. Tozaden tarkibida povidon yod saqlaydi. Buni vrachlar juda ham yaxshi bilishadi. Endokrinologlar, ginekologlar, otolaringologlar bu vositani keng qo'llashadi. Jarohatga surilgan paytda yarani ustini plyonka qobig'i bilan qoplab oladi. Yarani bitish jarayonini tezlashtiradi. Kuyganda, qo'l tegish mumkin bo'lmagan yaralarda ham juda ham samarali ishlaydi. Tozaden aslida shilliq qavat uchun antiseptik hisoblanadi. Og'ir holatdagi yotoq yaralari mavjud bemorlarga bemalol bu vositadan ishlatsa bo'ladi. Hech qanaqa bog'lamasdan o'zini surib qo'yilsa, yarani tuzatish jarayonini tezlashtirib beradi. Uy sharoitida tozadenni bemalol suvga aralashtirib, tomoq chayishga ham ishlatish mumkin. Ota-onalar uchun kichkinagina bolachasini jarohat yetganda, zelonka yod surayotganda dodlab yig'lash aytishganidan eng qiyin holat shu bo'lsa kerak, chidab turish qiyin bunga. Uni yechimi tozaden bo'ladi, chunki bu vosita achishtirmaydi hech qachon. Eng qizig'i pulli tomoniga kelamiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tarkibida povidon yod saqlovchi shilliq qavat uchun antiseptikni bundan arzonini topsanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar.